qaranglar, bu narsani bugun rilsga joylamasam bo'lmaydi. O'zim qizligidan qarab o'zim uzatganman. Faqat o'zim katta qilmaganman-da. Bu qizimizni bitta homila tushgan. Harakat qildik, Alloh izni bilan bitta homiladorlik bo'ldi. Lekin bugun homilaning yuragini ko'rishimiz kerak edi. Hozir bitta zo'r narsa ko'rdim. Hozir sizlarga ko'rsataman. Men hozir bitta homilamizning yuragini urishini ko'rmoqchi edim. Lekin Alloh izni bilan mana bu birinchi homilamiz va bu ikkinchi homilamiz. Yana bitta ovulyatsiya bo'lgan va egiz homiladorlik. Bu navbatdagi egiz homiladorligimiz. Tabriklayman. Eson-omon oxirigacha borib qo'limizga olinglar. Har bitta natija men uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Barchalarga ana shunaqa homiladorlik nasib qilsin. Hammalarni yaxshi ko'raman. Zo'r.